Do'stlar, bu mashinani birinchi marta ko'rganingizda sizlar ham, voy, menimcha 25-yil Gentra'da o'ylagan bo'lsalaring kerak. Yo'q, lekin men ham sizlar ham adashdilaring. Bu mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Buni egalaridan men o'zim kecha oldim, ko'rdilaring, $5400 ga oldim deb qo'ygandim. Xullas do'stlar, bu mashinamizni egalari aytishlari bo'yicha, aka, men o'zim karnizlari ko'p chiriy turgani uchun aka to'g'risi zerikkan. Yangi kuzov kelib qoldi o'zim qo'limga 25-yilda ishlab chiqarilgan kuzov terib, hamma yo'g'ini at-ido qildim deydi. Xullas mashinamiz ko'rganingizda luklari bor, luklari ishlaydi, abduf, abagreflari bor. Ko'rganingizda sidinlari ham sveje turibdi do'stlar. Xullas olasizlar, maza qilib minasizlar, metanga va benzinga yuradi, lekin motori o'ziniki qopdi, ya'niki 1.8 motor. Hujjatida hech qanaqangi muammosi yo'q. Texnik pasportida ham, ya'ni Gentra yozilgan. Xudo xolasa sizlarga yana yillar xizmat qiladi. Mashinamizga test monitor, CarPlay, rullargacha polniy ustanovka qilib o'tadigan, dashi ham knopkichlari ham ishlaydigan qilib qo'yishgan xullas do'stlar. Do'stlar, mashinamizni orqa tarafiga o'tib oldik. Xullas mashinani olasiz, maza qilib minasiz. 4 ta balonning holati yaxshi turibdi. Sizlar xohlagan luboy dokumentlar ham bo'ladi. Xohlasalaring generalniy davernis. Narxi keladigan bo'lsa, ana endi $5900 dan o'tib beramiz. Bu mashinamizga yengil bir silo polirovka, mo'ykalarni qilib qo'ydik. Xullas foyda bo'lsa berib yuboramiz. $5900, ozgincha kami bor, bemalol telefon qilaveringlar.